Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Xattabiy qurolliq qo'zg'alon harakatlarining doisi. 3-qism. Ikkinchi, ijtimoiy va diniy ahvoli. Mag'ribning ko'p qism aholilari islom yetib kelishdan ilgari amazigh barbarlar bo'lib, nasara va butparast edi. Ular ko'p sonliqni egallaydi. Keyin bosh qo'mondan Musa ibn Nusayrning islom diniga da'vat qilish natijasida Mag'rib xalqi milodiy 8-asrning beshida islomni qabul qilgan. Lekin bu rayonlar xilofat markazining boshqarishida uzun davomlashmagan. Chunki ular xalifadan mustaqillik talab qilgan kishilarning tunjisi bo'lib, shuning natijasida navbatlashma amirliklar maydonga keldi. Masalan, ulardan ilgirki 788-yili qurilgan İdris davlati, ondan 1080-yili qurilgan Murabitlar davlati va 1150-yili qurilgan Muvahhidlar davlati, hatto 1580-yili qurilgan Saidiya davlati va 1666-yili qurilgan Umayyi. Milodiy 8-asrdagi islom fatihlaridan keyin jihad harakatlariga ergishib, Mag'ribning shimoliga bir qancha arab ko'chmanlari orqa ko'chib kelgan. Islom davlatidagi ichki qalaymaqonchiliklar mushu ko'chish to'lqinini ko'rinarli darajada tezlashtirishga sabab bo'lgan. Chunki Mag'ribga kelgan arab qabilalaridan Umayyi va Abbosiylar davlatining iz qo'g'ilishidan qochib yoki iqtisodiy tamasida keladi. Masalan, Bani Hilal, Bani Sulaym, Bani Zag'ba, Bani Riyah qatorliqlar bo'lib, keyincha Mag'ribdagi arablarning nufusi amazigh barbarlarning nufusidan eshib ketgan. Ammo ikkili qavm islom dinini qabul qilgan bo'lib, musulmonlarning soni Mag'ribning yerlik aholilari sonidan 98% eshib ketgan. Mag'ribning nufusi 1912-yilning 5-ida 6 million atrofida bo'lib, 3 rayonga tarqalgan. Bular Tanja va uning atrofi 60 ming kishi atrofida. Rib va Jibala rayoni 550 ming kishi atrofida. Janubiy Mag'rib 5,5 million kishi atrofida bo'lgan. Mag'ribning ijtimoiy yashash muhitining ko'p qismi qabilalarni o'z ichiga oladigan bo'lib, shaharlardan yiroq dengiz bo'ylarida makonlashgan. Hamma qabilalar yezi egilik mahsulotlariga tayinib kun kechirgan. Bizning tadqiqotimiz Mag'ribning rib ahvoli haqida bo'lganligi uchun ba'zi bir manbalarni tadqiq qilish jarayonida rib Mag'ribi, Mag'rib qishloqlari degan so'z tarixiy manbalarda bir qancha simvollik ma'nolarda ishlatilganligini bayqadik. Masalan, rib degan qishloq ma'nosidagi bu so'z taqriban 18 amazigh qabilani o'z ichiga olgan Shimoliy Mag'ribning o'tir iqlimiga ishlatiladi. Bu qabilalarning beshida Bani Viryag'il, Bani Yetfen, Bani Imarat, Baqviya, Bani Jamil, Mistasa, Bani Bufrah, Kitama, Tarjist qatorliqlardir. Shundaqla ba'zi tarixshunoslar Rif qabilaviy qishloqlar deb atagan. Shuningdek ba'zida Rif degan so'z Kart rayonidagi sharqiy amazigh qabilalari va o'tir iqlimni qo'shib, Shimoliy Mag'ribdagi sharqiy iqlimning hammasiga ishlatiladi. Kart rayoni Kabdona, Bani Saydal, Bani Sa'id, Bani Buyahya, Bani Buyfirur, Mutalisa, Bani Tuzin, Timson, Bani Ulishik qatorliq 14 qabilani o'z ichiga oladi deb mo'ljallanadi. Ba'zi tarixshunoslarning aytishicha, bu rayonlar jug'rofiylik afzalligi bor rif deb atalgan. Shuningdek, Mag'rib qishloqlarini keng doirada ifodalaydigan boshqa tushunchalarmi bor. Chunki ba'zi tarixiy manbalarda bu rif degan so'z Xattabiy inqilobidan keyin shakllangan siyosiy ma'nolar bilan birga keladi. Shundaqla Mag'ribning 1921-yilidan 1926-yilgacha inqilob portilgan Shimoliy rayonining hammasi ko'zda tutiladi. Chunki bu so'zning ma'nosi sharqiy iqlim bilan pastning Shimoliy Varg'a rayonining janubidagi qabilalarni va uningdan boshqa 40 arab qabilalarini o'z ichiga oladigan g'arbiy iqlimni birlashtiradi. Ba'zi olimlar bu so'zga rif siyosiy qishloq deb ism qo'ygan. Buningdek ijtimoiy holat ustida qabilaning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy rolining tashkillanishi tabiiy ahvoldir.
Shundaqla qatnashning oz va taraqqiy qilmaganligi tufayli yo'lning ravon bo'lmasligi chet rayondagi qabilalarning markaziy hokimiyat boshqarish doirasining sirtida qolishiga sabab bo'lgan. 1900-yildan 1930-yilgacha Mag'rib shimolidagi qabilalar orasida ba'zi bir to'qinish, ishki qalaymaqonchilik, guruhvozlik bosh ko'tarilib chiqqan bo'lib, buning natijasida urush jidaldan kelib chiqqan qissaslar urushi 10 yillarcha davom qiladi. Hatto ikki tarafdan ko'plagan begunoh kishilar o'ldiriladi. Bularning jang ichida o'tgan hayoti bularni urush xumor va jang taktikalariga mahir tabiatli qilib yetildirgan. Qabilalar orasidagi talash tortishlarni qabila oqsoqollari hal qiladigan bo'lib, Akroq nomida qurultay ochilib, har qanday o'ch adovatning miqdoriga qarata to'lam yoki jarmani bekitiladi. Shundaqla Qarviyinning masjid o'limalarining inoqligi alohida yaxshi bo'lg'achqa, fuqarolarmo sirtqi xatarning oldini olish uchun ichki talash tortishlarni tezla unutib ketishgan edi. Mag'ribning shimolida siyosiy guruhlarning ta'sir kuchida xalqning qabila cho'nglariga bo'lgan moyilligi bo'lsa-mu, o'zaro inqilobiy harakatlar va adovatlashib qoladigan kishilarmi bo'lib, ular 3 guruhga yig'injaqlangan. Birinchi, yerlik hokimiyat. Ikkinchi, İspan va Fransiya ishg'ol kuchlari. Uchinchi, ishg'oliyat yoki yerlik hokimiyatga qarshi qo'zg'alan harakatlari. Mushunga o'xshagan qalaymaqon vaziyatda bu jamiyat ojizlik va gangrash patqiga petib qolgan. Buningdek tabiiy sharoitning yomon bo'lishi tufayli xalq orasida ocharchilik yuz berdi. Hatto pul paxalligi yuz berib, tovarlarning bahosi o'rlab ketdi. Bu sababli xalq orasida yuqumli kasallar tarqalib, oz sondagi fuqarolar o'lib ketdi. Tilga elib o'tish loyiqki, Mag'ribga milodiya 11-asrdan boshlabla sufizm eqimi eqib kirgan bo'lib, 15-asrga kelganda sufizm tariqatlarini o'g'itish uchun shayxlarga xos masjidlar qurilgan edi. 20-asrning boshlarida sufizm eqimi Shimoliy Mag'rib rayonlarida fuqarolarning ko'p qismini egallagan bo'lib, hatto har xil tariqalarga parchalangan. Masalan, Kattaniya tariqasi bu mustaqil tariqat bo'lib, Qodiriya yoki Shoziliya tariqasining sirtida bo'lib, ular ikki qismga bo'linadi. Birinchi qismi qadimiy tariqa. Bu Kattaniya Muhammadiya bo'lib, Abu Mafaxir Muhammad ibn Abdul Ahad Al-Kabir ibn Muhammad Al-Kita Titani Al-Idris Al-Husaynining qilgan tariqasi edi. 1260-yili pastda selangan. Bularning pasta va Qasr Kabirda, Zohronda va Marokashda, Mag'ribda, Shaqitining boshqa shaharlarda, hatto Mag'rib tarafdagi Misrdami kichik munozira masjidlar bor. Ikkinchi qismi abadiy tariqat. Bu Kattaniya Ahmadiya tariqati bo'lib, bu sufizm tariqasi Abul Fayiz Muhammad ibn Abdul Kabir ibn Muhammad ibn Abdul Vahid Al-Kattani edi. Bu tariqatning asosi 1308-yili selangan. Bu vaqtda u 20 yosh bo'lib, bu ilgirki tariqat yo'lidan tarqalish jihatda eshib ketgan. Shundaqla Mag'rib rayonining ko'p rayonlaridagi Fransiya ishg'oliyatini yo'lliq qilib ko'rsatishda roli cho'ng bo'lgan. Ikkinchi tariqa Raysoniya. Raysoniya xonqasi 1578-yili yuz bergan mashhur Vadi Mahazin jangi asnosida Sayyid Muhammad Ali ibn Rayson 1809-yili vafot bo'lganda o'z qo'li bilan ustozi Abdullah ibn Husayn al-Amg'ozi ijozati bilan ta'sis qilingan. Ustozi Marokash atrofidagi Tamiluhat yezisiga dafn qilingan. Bularning aqidaviy yo'li İmam Ash'ari tariqatiga bog'lanishliqi bor. 3. Alaviya tariqasi. Ahmad Alaviya, uningdan keyin Shayx Madash, uningdan keyin Tunisdagi Ismoil Hadifiga, undan keyin Hasan Hadifiga isbot beriladigan sufizm tariqasining biri bo'lib, bu tariqat yo'li Aljeriya, Mag'rib, Tunis, Habashiston, Hijoz, Falastin, Suriya, Angliya, Gollandiya va Fransiyaga o'xshash ko'plagan Yevropa davlatlariga keng tarqalgan. 4. Darqoviya. Xos rayondagi muhim xonaqalardan biri bo'lib, bu yerdagi siyosiy hayotga nisbatan muhim roli bor.
Hatta bu tariqat Sultan Hasan I-ning alohida ko'ngil bo'lishiga erishgan va bu yerni bir qancha qatim ziyorat qilgan. Aytilishicha, Sultan Darqoviy tariqasining mo'tavarlari bilan tavarruk izlab duo qiladi va ularni Rasuljandagi Suluq qabila joylashgan xonaqosida va yuqoridagi xonaqolarda doim ziyorat qilib turadi. Bu tariqat Arab ustoz Ibn Ahmad Darqoviyga tutishdi. 1239-yili milodiy vafot bo'lgan. Lekin manbalarni tekshirishimizcha bu ta'sis qiluvchi emas. Faqatla ba'zi bir fikrlarni ustozi Ibn Hasan Ali Ibn Abdurrahman Umronidan miras olgan. Rashid Darqoviy bu tariqatning oxirgi shayxi deb qaraladi. Bu tariqat sufizm iqlimining Mag'rib, Aljeriya, Tunis toki Misr va Hijaz zaminlarigacha kengayib, rivojlanishga alohida rol o'ynagan. 5. Vazaniya Sheyx Abdullah ibn Ibrohim Jamlahi Sharif Idris milodi 1678-yili ta'sis qilingan. Ularmi kichik masjidlar, xonaqolarni ta'sis qilgan bo'lib, Vazin shahriga nisbat berilgan Shozili sufiylar masjididir. Bu firqalarning hammasi o'zlarining shayxlarini Allohga vasila qilishdagi vositasi deb qarab, bularning Allohga bo'lgan muhabbati sababli bizga barakat keladi va bularning qo'lidan ba'zi bir mo'jizlar keladi deb e'tiqod qiladi. Shuning bilan birga sufizm tariqatlarining siyosatga cho'ng ta'sir kuchi bor bo'lib, hatto ba'zi shayxlar o'zini xalq bilan hokimiyat o'tirisidagi vosita qilib tayinlab, xalqni kontrol qilish, boj soliq yig'ish, qo'shin to'plash ishlarida hukumatga obdalla foyda ko'rsatgan edi. Fuqarolarning ishlarining qulaylashganligini o'zlarining barakati sababli bo'ldi deb da'vo qilishadi. Ammo 1912-yildan keyin milliy hokimiyat ojizlashib, chet el hokimiyati o'rniga almashganda o'zlarining manfaati uchun ishg'olchi kuchlarga uyalmasdan yantayoq bo'lishdi. Shunisi aniqki, sufizm agash kuchlarining pozitsiyasi zolimga qarshi elib berilgan inqilobga qarshi ishg'oliyatchi kuchlarga va yerlik hukumatga yordam berish bilan birga xalq orasidagi ichki isyonlarni qo'llagan. Ammo Xattobiy inqilob boshlab uzoq o'tmayla Amazigh va Arab qabilalari yoki sufizm murtlarining hammasi qo'zg'olon planiga asosan birlashtirilgan. Chunki mushu irqchilik va guruhvozlikdan Ispan va Fransiyaliklar ko'p foydalanib ketgan edi. Hatto Mag'rib hukumatimi xalq orasida fitna yolqinlatish va parchalash suiqasdlarini elib borgan. Ta'lim-tarbiya jihatdan 20-asrning boshlarigacha do'rma ta'lim-tarbiya uslubi hamma joyni qoplab ketgan edi. Yig'injaqlab aytganda, sulton yoki boshqa mo'tavarlar boshlang'ich maktab va Qur'on madrasalarida o'qiyotgan o'quvchilarning chiqimini ko'taradigan o'rinlar texmi shundoq edi. Ammo shu rayondagi oliy darajalik tunji diniy so'rin hisoblangan Qarviyin masjidi oldin qatardagi diniy ta'lim-tarbiya va arab tili bilimlari qatorliqlarni qanot yoydirishda ko'rinarli rol o'ynagan. Ammo do'rma ta'lim-tarbiya uslubi o'g'illar bilan cheklanib qolmasdan 1902-yildan 1903-yillargacha oraliqida Nas shahrining o'zida sapoliq ayol o'qituvchilar nazoratchilik qiladigan 15 qizlar madrasa borliqqa keldi. Va bir qancha madrasalarda qizlarga tikimchilik va kashtichilikni o'rgatdi. Hatto Sulton Abdukah qizining davrida majburiy ma'arif va madrasalar islohoti tuzumi yo'lga qo'yildi. Bu ta'lim-tarbiya tuzum qarmoqqa Mag'ribga yangi bir o'qitish sistemasi barpo qilganda ko'rinadi. Lekin siyosiy vaziyat qog'oz yuzidagi xatlarni amaliyotga tatbiqlashga to'g'ri kelmadi. Shu sababdan o'qitish programmasi toki 1912-yili Fransiya va Ispaniya qo'g'dinish zamonigacha asli holatida qolib qoldi. Mag'rib shimolidagi yezliqlar ta'lim-tarbiyaga alohida ko'ngil bo'ladiganlar bo'lib, bu rayondagi kichik masjid islohotchilari va sufizm tariqat murtlari va Qarviyin masjid ulamolarining xalq orasida ilm ma'rifat nurini tarqitish va diniy ta'lim-tarbiyaga asos solishda nihoyat cho'ng roli bo'lgan edi. Ularning tirishchanligida ko'plagan Rib qabilalarida ilmiy institutlar maydonga kelgan. Bu institutlar Qarviyin masjidining tarmoqi hisoblanadi. Bu tirishchanliklar qisqa muddatda taraqqiy qilib, qabilaviy tuzumdagi jamoat masjidlari o'quvchilarga echib etilib, o'qituvchilik qila oladigan olimlarga guvohnoma tarqitilib, ularni masjidlarga o'rinlashtirildi.
Bu sababli barliq o'qituvchilarning nazariyasini va ilmiy saviyasini mukammallashtirib, Qarviyin masjidiga markazlashtirdi. Keyinchi Qarviyin universitetiga kiradigan o'quvchilarning tayyorlik bosqichi uchun kichik universitetlar qurildi. Diniy ta'lim-tarbiya xizmatlarining buningdek sistemlashishi kishilarni hokimiyat ishlariga qiziqtirgan edi. Chunki ta'lim-tarbiyaning asosiy prinsipi va sufizmning ta'limi bo'yicha elib aytgandimi, sultonga qarshi chiqish dindan chiqish hisoblanadi. Xattabiy rahimullahning tarixi tafsiliy so'zlangan kitobimizning anglatilishi bu yerda tugadi. Kelar qatimliq anglatishimizni ko'rishgacha sizlarni Allohga topshirdik. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.